Adam nima uchun har qancha quvvatli kesimiz samara emasga, yegini chiroyiga chiqmaslik immun kuchini yuqori ko'tarolmasga, badanni quvvatlanmasga ana mana sabablardan bo'ladi. Mazmun qiziqsangiz bosh yurak ustiga qo'yish belgisi bizni qo'shib olgandan keyin, haqsiz yurakdan birini berib o'tib inkas rang chiroyli qo'llaringizni ko'plab yo'l o'tishdan birga ostidagi yulduz belgisini bir besib o'tgach, dal sizga o'xshash o'roq, yesa yegini chiroyiga chiqmaydigan, badani ojiz o'roq immun kuchi tuvan, badani ojiz do'stlaringizga yo'llab atqach, mazmun oxirida to'liq ko'ring. Siz zaten nima sababdan samaramavsiz bilib oling. Siz shuncha quvvatli tomoqlarni yeb samaramagan bo'lsangiz, mana bunday sababdan samaramabsiz. Bu zodi qaysi sabab degan vaqtda ko'pincha do'stlarimizning oshqozon yollig'i, oshqozon sovib ketgan, oshqozon ko'pish, og'rish qatorliq masalalardan, ya'ni oshqozon iqtidorining chekinayotgan sababidan bo'ladi. 3 oy oshqozon og'ir yoki yenik darajada masala bo'lsin, mush oziqlarni badanga hazm qilinmaganlikdan kundan kunga o'riqlab keladi. Har noch quvvatli tomoqlarni yeysimi, yegini chiroyi chiqmaydi, samaranmaydi. Ikkinchidan bo'lsa, mushu jigarning harorati ishib ketgan, jigarning besimi ishib ketgan, qabziyat bo'lib qolgan, ussash, ig'iz qurish, kichik tarat, seriq keladigan, yel ko'p bo'lib cho'ng tarat kunda bir kelgan ahvoldami, jigarning ishib ketganligi sababidanmi samaranmaydi, yegini chiroyi chiqmaydi, jigarning harorati ishib ketgan, ishmijozi quruq issiq tutgan qanday ahvollar ko'rilgan vaqtda tapan qiziydigan, uyqusi nachar kayfiyat, turaqsiz bir ishlar asallar chiqilib qolgan, achchiq yomon chechilang'o, noyitibak organlar his qilgan, futqol jonsiz, mag'dursiz, hech chiqilish xo'sh chaqmaydigan, chiroyi sulg'un, chachpak, maylisan chachpak tushadigan, azroq bir mayliq go'shga olib bo'g'cha beshi chinqilib og'riydigan ba'zi o'tqa ahvollar ko'riladi. Uchinchidan bo'lsa, shu qalqonsimaz mazdan iqtidori chekingan ahvoldami, o'riqlab ketadi, badan ojiz, futqolda mag'duri yo'q, futqol titraydigan, yurak ritmsizligi ahvol ko'riladi. To'rtinchidan bo'lsa, diabet, o'pka, tuberkuloz qatorliq agashma kasalliklar sababidami o'riqlab ketadi, ishtahasi nachar, badani ojiz, immunity kuchi tuvan. To'la og'rib qolgan, o'ltirib qolsa beshi qaydigan, futqolda jon yo'q, mag'dursiz, hech chiqilish xo'sh chaqmaydigan, chiroyi nursiz, xunuklijiga ahvollar ko'riladi. Mendimi yuqorida ahvollar bor. Shunchalik quvvatli tomoqlarni yesam, yeginim faqat chiroyim chiqmaydi, badanim ojiz, o'roq, immun kuchim tuvan. Oson og'rib qolaman, o'ltirib qopsam beshim qayda hech chiqilish xo'sh chaqmaydi. Qachon tekshirsam qon azlaydi, o'zim noyitibek organ. Futqolamni mag'durlaydigan narsa yo'q. O'roqni kiyim kiysam faqat yarashmaydi. O'roqni chiroyim qo'riq bek ko'p tushib, qiyri chiroylab ketdi. Meni bir immun kuchimni oshirib, saq tursam bo'ldi. Azroq samirib salobatlik so'lalik bo'lsam bo'ldi, o'limini birdan bir kapolat beradigan, haqiqiy tabobat bo'yicha yasalgan haqiqiy mahsulot bo'lsa iste'mol qilib, samirsam bo'ldi, badani quvvatli qilsam bo'ldi degan har qanday do'stimiz bo'lib qolsanglar, mush ustiga chiqarib qo'ygan Ablajon 27 77 yoki 173 99 03 27 77 unlarni qo'shish orqali bizning o'limini birda bir kapolat yasab berayotgan 42 xil Uyg'ur tabobat ham material shunaqla meg'izlar javardan foydalanib ishlangan, haqiqiy tabobat bilan ishlangan, badanga aks ta'sirsiz, hormonsiz bo'lgan, ishtahani ochadigan oshqozon tal jigar börekning xizmatini yaxshilab, oziqlarning badanga shumlanishini ilgari suradigan, qon to'liqlaydigan, miyaning asli tutish qobiliyatini yuqori ko'taradigan, uyqu sifatini alayda yaxshilaydigan, immunit kuchini oshirib, umuman badanni quvvatlab, badanni takshi tabiiy samaradadigan badan quvvatlash mahsulotimizni sotilib iste'mol qilsanglar bo'ladi. Unumini birda bir kapolat beramiz do'stlar. Avval iste'mol qilinglar, undan keyin baho beringlar. Unumi ko'rilmay qolsa yoki samarab bo'lib, keyin yenib ketib qolsa, pulinglar shartsiz to'liq qaytarildi. Shunga xotirjam iste'mol qilsanglar bo'ladi. Yana sizlarga o'xshash o'riq avoq do'stlar bo'lib qolsa, mush mazmun to'liq bir yo'llab qo'ysanglar do'stlar. Buning oldida shu 5 yil jarayonida bizning mahsulotni sotilib iste'mol qilib baqqanda do'stlar bo'lib qolsanglar, bizning mahsulot qanday ekan, haqiqatan rozi bo'lgan bo'lsanglar, inkas rayoni belgisini ko'plab yo'llab qo'ygan bo'lsanglar